Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan islom dinidagi fiqhiy mazhablar haqida qisqacha tushuncha olamiz. Fiqhiy mazhab bu musulmonlar o'rtasidagi shariat hukmlarini va uning qonunlarini qanday tushunishlik va uni qanday amalga oshirishlik bo'yicha yo'l ko'rsatuvchi qo'llanma bo'lib, mazhablar bizga islom qonunlarini qanday qilib hayotimizga to'g'ri tatbiq qilishni o'rgatadi. Sodda qilib aytganda, bir mujtahid olim musulmonlarga qanday namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, nikoh va taloq masalalarida fatvolar beradi va mana shu fatvolar yig'indisiga mazhab deyiladi. Islom dinida bizgacha yetib kelgan 4 ta mazhab bor. Ular Hanafi, Maliki, Shofi'i va Hanbali mazhablaridir. Bu turli mujtahidlarning barchasi salaf solihlardan bo'lib, 200 va 300-hijriy yillarda yashab o'tganlar. Quyidagi mazhablarning fiqhiy masalalarga bergan fatvolari bir-biridan farq qiladi va mana bu farq har bir mazhab o'zining maxsus qoidalari va metodlariga ega bo'lganligi va mana shu qoidalar bilan Qur'on va sunnatni tushunishlik va uni hayotga tatbiq qilishlik turlichalikdan kelib chiqadi. Mana bu mazhablar yordami bilan shariat ilmlaridan xabar bo'lmagan insonlar ham osonlik bilan unga amal qilishlik imkoniga ega bo'ladilar. Xulosa qilib aytganda, fiqhiy mazhablar musulmonlarga shariatga muvofiq to'g'ri hayot kechirishiga juda katta yordam beradi.